Bugun sizlar bilan Matiz narxlarini ko'rib chiqamiz. Sizlar bilan Garaj 21. Hop, 2017-yilgi oq Matiz motorlari joyida moy yemaydi. Havalar yaxshi, tak probekda aytmadilar. Lekin yurishlari yaxshi, metallari bor. Oq balonlari yaxshi holatda saqlangan. Salonlari yaxshi, chexol polik qilingan, toza saqlangan salonlar. Motorlar moy yemaydi, hammasi yaxshi, yuvib toza cho'tka qilingan. Narxini 50 million so'm deyaptilar. Tushib beradilar ozroq, bir 500 ming 49 daga berishlari mumkin. Ko'rib turganingizdek taksi Matiz 2010-yil motorlar cho'tka joyida hammasi yaxshi turibdi. Balonlar normal holatda, motorlar balon moy yemaydi. Balon yemaydi. Amortizatorlar hammalari cho'tka joyida turibdi. Salonlar ahvoli ham yaxshi turibdi. Chexollari normal, poliklar joyida. Probekini bar taksi yurganlardagi sal ko'payadi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini 30 million so'm deyaptilar. Kelishadigan joyi bor. Kreditda 29-28 larga bemalol berib oladilar. Undan tashqari Vikipkaga kreditga bemalol berishlari mumkin. Ko'ndirsalar beraman deganda qilyaptilar. Boshlanish to'lovsiz ham qilib yuboradilar kerak biz ko'ndirsalar. Xo'p, 2010-yilgi oq Matiz ko'rib turganingizdek 100% kraska yegan, sariqdan qaytgan. Motorlari yaxshi, hadovoylar yaxshi, motorlar moy yemaydi, hadovoylar ketmagan, balonlar normal holatda turibdi. Ko'rinishda yaxshi, sariqdan qaytgan. Salonlar ahvoli yaxshi joyda turibdi, metallari bor. Chexollarni cho'tka qo'yibdilar, o'zlariga klientlarga ham mos qilib, to'g'rilab to'qib, odam o'tirganda mazza qiladi, massaj beradi. Rohat olishni istasangiz, siz Matizni oling. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 35 million so'm deyaptilar. Metallari bor, 35 million deganlaridan keyin bu tushadi, bakam bir 5 million tushadi. Bemalol sariqda qaytgan bemalol 30 da ziyod pastga tushsalar bo'ladi. Ikkinchi sariq taksi Matizimiz 2011-yil, motorlari yaxshi turibdi, hadovoylar almashgan, motorlar moy yemaydi, cho'tka joyida turibdi, hammasi ahvoli yaxshi turibdi. Balonga keladigan bo'lsa, balonni almashtirish holatida kelgan, lekin sakalari cho'tka turibdi. Agar mehr berib sakachan qo'yganlar lekin. Ashcha udarlarga Tokyo taksilar bor, o'shalardan o'rayaptilar. Salonlarga keladigan bo'lsa, aka teknologik mehrchalarni berganlar, salonga chexol polik qilib almashtirib, hammasini cho'tka qilib, kerak bo'lsa mana tormoz, anavlarni, seplenalarni, ularni ham gazlarni ham uni almashtirib, o'zlariga qulay qilib, moslab qo'yib, almashtirib qo'yibdilar. Xo'p, aytgancha kraskasi 100%, endi bar ko'rib turganingizdek sariq bilan bo'yalgan turibdi. Bittani bor, narxini 35 million so'm deyaptilar, 30 million so'mga shunday beraveradilar. Bizning nomzodsiz bemalol 30 million so'mga shunday beraveradi. Manadir. Maqsad bemalol. Hop, ko'rib turganingizdek 2009-yilgi oq Matiz motorlari ishlari qilingan, hadovoylari yangi almashtirilgan, balon yangi. Kraska 100%. Umuman hech narsa qildirgan joyi yo'q. Kraskalarda hadovoy hammasi joyida. Salonlar ahvollari yaxshi, chexollari yaxshi turibdi, salon ahvoli cho'tka joyida. Metallar bor, metallari yangi 2034-yilgacha yangi turibdi. Xo'p, yana nimaga keladigan shu ko'rib turganingizdek mana shu buni narxini 38 million so'm deyaptilar. 36 bo'lsa beraveraman deyaptilar. Undan ham tushadi, 35 ga ham 34 ga ham beraveraman. Ko'ngildan chiqarib gaplashtirasiz.